Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Mana akam ishdan nechidan kelishidan qat'iy nazar qishda kelib kaptarlarga mehr berib ishga borish shunaqa bo'ladi-da endi. Hozirgi ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kabutarlarimizga hozir mana nima beryapsiz bularga? Revit vitamin beryapmiz o'zimiz. Revit. Odam aptekilar sotadi, 10 ming so'm turadi. Bu asosan kabutarlar yaxshi o'sishiga yordam beradi. Suvarlarni baquvvat qilib, kalsiylarni kuchaytirib beradi. Shu jo'nalarga mana bitta solib chiqdikmi, shu jo'nalar hammasiga. Ma'lumot o'rnida mana. Jo'nalar yaxshi zo'r bo'ladi. katta bo'ladi. Buni jo'nalar hammasiga. Mana bu yerda ham jo'nalar bor. Oqlar. Bu ancha yirik qilib chiqaraveradi kabutarlar. Buni vitaminlar juda ham ko'p. Arzimagan bo'lib turadi. Buni effektini endi aka qanaqa bilsa bo'ladi? Misol ikkita ochilganini bittasiga berib, bittasiga bermasdan shunday qilib, effektini bilishlik uchun ikkita ochilgan jo'nani bittasiga shundan berib katta qilib, bir mahal kech paytda og'ziga solib qo'ysa, bittasiga solmash kerak. Shunda donga tushganda qaysi biri katta, qaysi biri kichik chiqqanini biladi. Bu dori yegani ancha yirikroq, sifatliroq chiqadi. Buni ziyoni yo'q, vitamin. Shunaqa bo'lganda undan jinak kichikroq holatlarda bir 10 ta, 15 tagacha bersa bo'laveradi. Yana 3-4 kun dam oldirib yana bersa bo'ladi. Keyin buni asosan yoshi katta bo'lib qolgan serpar nallarga ham berib tursa bo'laveradi. ma'lumot o'rnida. Quvvat bo'ladi bu. To'lov qilayotgan kabutarlarga, qaybaga ko'p sanalgan kabutarlarga ham bersa bo'laveradi. Hamma kabutarlarga bersa bo'laveradi bu. Faqat juvonaga emas. Qo'lingizga qaysi kabutar tushsa og'ziga solib qo'ysangiz foydasi bor. Ma'lumot o'rnida mana. Kim bilmagan bo'lsa agar effekti yaxshi bo'ladi. Shuncha qilayotgan mehnatimizni qadrlab bittalar like bosib qo'yasizlar.